Ikkinchi jahon urushi qalblarda qoldirgan jarohatlar haqida gaplashmoqchimiz. O'zbekistondan 1,951,000 ga yaqin aholi vakillari urushga safarbar etilganligi aniq bo'ldi. Boshing toshdan bo'lsin bolam. Allohga omonat topshirdim. Oldin ozgina repetitsiya qilinganlarda-da, o'sha syomkadan oldin o'shanda obdan yig'lab olardik. O'zbekistonlik o'sha birinchi generalimiz Sobir Rahimov Polsha shahrini ozod etishda bo'lgan janglarda halok bo'ladi. O'sha mayli konvertga yozasanmi xatni, uch burchak qilib yozasanmi, ularni hammasi o'sha qaysidir bir pochtada ochib o'qiladi. Senzura deydi mana. O'sha konslagerga olib borishadi, o'lim zonasi deb ataladi. U yerda o'sha odamlarni cho'miltiramizlarni deb gazga olib kirib, shunday nima qilishar ekanda, o'ldirishar ekanda gazlar. Gap topgandiki, urush tamom bo'ldi. Ana keyin hammamiz ura, ura. Batinkasini otgan, shapkasini otgan. Xusalashib hamma yig'layapti. Mana hozir yangi O'zbekiston. Bu narsani odamda tushida ham ko'rgan emas. Shunday bobolarimiz, shunday otalarimiz bo'lgandan faxrlanamiz. Shaxsan men o'zim Sharif Samatov qizi degan sharafli nom bilan faxrlanaman. Qarsaklarimiz, rahmat sizga, sog' bo'ling.